Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa dekor plaslarimizni ham boshlab oxirisiga yetib qoldik. Mana shu holatda. Shoflari ham bir xilda mana terib chiqyapmiz. Mana ichki ikkinchi xonasi. Mana birda ikkisida montajini ichdan qildik. Simsilarni ham chiroyli qilib o'rnashtirib, uстановkalari bilan aylantirib, xudo xolasa shu holatda bityapti. Ozgina kamchiliklari bor, undan uzr so'raymiz. Xudo xolasa ertaga ozgina ishimiz qoldi masjidlarda. Aristonlarimizni o'rnatishimiz kerak. Mana bu tomonlari ham shu holatda qilyapmiz. Ko'chatilni ham o'rnatib berdik, mana chiroyli qilib. Bu yer rakavinaga joy, xudo xolasa rakavina uстановkasi ham bo'ladi. Kuzatib boringlar, hammalaringga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar.